Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Allah subhanahu ta'alaның pes ihsana inayet eden et-tefsiril müyesserinin uzun dersimiz devam kılan bulup Nehl suresi 8. ayetke to'xtab qolganmiz. Shu ayning o'zidan yana darsimizni davomlashtirishga tirishamiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. Biz yuqorida Allah subhanahu wa ta'alaning yuqori oyat karimning Uyg'ur tarjimasi. Allah sizlarga uyinglarni to'raq joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chedirlarni qilib berdi. Sizlar ko'shgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi, uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'gilarning yo'nlaridan, o'shkilarning yo'nlaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va u yo'nlarni saranjallashtiradigan ham ma'lum muddatgacha o'lim kelgucha yoki ular ko'nrab tuguguncha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. Alloh sizlarga
o'z yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or o'nkirga o'xshash turovg'u qilingan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan tumir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliğ qilishdir. Ular Allohning ne'matini tunuydi. Ondan Allohning bo'lak g'ayriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kafirdir. Ya'ni kafir peticha o'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida har ummatdan onunğa iymon bilan yoki kufr bilan guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz. Ondan kafirlarga o'zini etishga ruxsat qilinmaydi. Hamda ulardan Parvardigarni rozi qilish, ya'ni Parvardigarni rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zalimlar, ya'ni mushriklar azobni ko'rgan chog'da ulardan azob yenitilmaydi va kechiktirilmaydi. Mushriklar dunyoda cho'qingan butlarni ko'rgan chog'da, ey Parvardigorimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan butlarimizdir deydi. Butlar ularga javob berib, shubhisizki sizlar haqiqatan yolg'onsizlar deydi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh ekkanligini bildirdi. Ammo ularning dunyodagi chog'larida butlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yovdoqlari yo'q chiqadi. Xo'sh. Vallohu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Vallohu subhanahu ja'ala lakum min buyutikum rahatan wa istiqraran ma ahlikum wa antum muqimuna fil hadari wa ja'ala lakum fi safarikum khiyaman wa qubaban min juludil an'ami yakhiffu alaykum hamluha waqta tirhalikum ويخف عليكم نصبها وقت إقامتكم بعد الترحال وجعل لكم من أصواب الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لكم من أكسية وألبسة وأغطية وفرش وزينة تتمتعون بها إلى أجل مسمى ووقت معلوم. Allah subhanahu wa ta'ala sizlar uchun o'ylaringlardan bir rohat, bir huzur, sizlarning xotin balvoqlaringdan bir oromgoh qilib berdi. Sizlar mayli muqim tug'an holat bo'lsanglar, sizlar muqim va antum muqimuna fil hadari. Sizlar safar qilmagan holatning o'zida sizlar muqim va Valtik sizlar olsangiz shunaqa safar qilmagan holatda shunaqa uy makonlaringlarni sizlar uchunchu rohat oladigan, muqim turadigan oromgoh qilib berdi. Va qilib berdi sizlar uchun safaringlarda chedir gumbazlarni, hayvonlarning terilaridan bo'lgan. U chedir gumbazlarni sizlar ko'chib ketgan vaqtda ko'tarish o'ng'ay bo'lsin, yengil bo'lsin uchun chedir va gumbazlarni qilib berdi. Sizlar qachon ko'chgandan keyin vayahiffu alaykum nasbuha va endi yengil bo'ladi sizlarga u chedir gumbazlarni tikish qaytadan sizlar bu tirhal bu safaringlardan keyin muqimlashgan vaqtda bir yerga bir tushgan masalan makonlashgan vaqtda uni qaytadan o chedir gumbazni tikish yengil bo'lsin uchun, o'ng'ay bo'lsin uchun
Sizlarga shundoq ularningcha hayvonlarning terilaridan shu gumbaz va chedir narsani qilib berdi. Qilib berdi sizlar uchun ham men asvafil g'anami qo'yning junglaridan va tugining tivitlaridan va o'shkuning chupularidan sizlar uchun shu nurg'un uy saymalarni qilib berdi. Uyda o zaman qo'llanadigan kiyim-kechakdan bo'lsin, Ee, ve onun başka yotkan köpeği mesela onun o'rnilgan, yugingan narsa olsun ve onun başka öyninki mapruşa zinat buyumları olsun. Onun özü şundan yasaydigan muşundaq bir sizler için alayda muşu hayvallarının üzden en anның üzünço sizin nurgun nimetini qilib berdi. Enanlan sizler ta belgilengen muddet kişilik huzurlanısılar, paydalansılar, yoki sizlar o'lgan qadar, yoki u narsa ko'nrab chirib tugagan qadar va aniq belgilangan vaqt qadar sizlar undan huzurlanib foydalansizlar. Vallahu ja'ala lakum ma tastazilluna bihi min al-ashjari wa ghayriha. وجعل لكم في الجبال من المغارات والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند الحاجة وجعل لكم ثيابا من القطن والصوف وغيرهما تحفظكم من الحر والبرد وجعل لكم من الحديد ما يرد عنكم الطعن والأذى في حروبكم كما أنعم الله عليكم بهذه النعم يتم نعمته عليكم يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق لتستسلموا لأمر الله وحده ولا تشركوا به شيئا في عبادته. Allah Azze ve Celle sizler için del daraxtlardan ve onundan başka tağlardan ibaret nurgun narsalardan çok sayılandığan bir say qilib berdi. Qilib berdi Allah subhanahu taala sizler için şu tağlarda nurgun ünkürlerini buna qilib berdi. Tağlarda şu ünkürlerden. Onu bir nim qilib berdi. Ünkürlerden ibaret ve garlardan ibaret bu narsaning özünü bir onun bilan shundoq bir zo'r tepilganda, enan shuna bir hojat tushganda panolanadigan bir joy, xotirjam bir joy qilib berdi. Ba'd Alloh subhanahu va taolo sizlar uchun shu paxtadan va jungdan va undan boshqa tivitdan va undan boshqa har xil nimalardan kiyim-kechakni qilib berdi. U kiyim sizlarni issiq sovuqdan saqlaydi. Qishnikini yozda issiqdan saqlaydi, qishda sovuqdan saqlaydi. Masalan, Vakıfbed Allah subhanahu wa ta'ala sizler için tümürdün, nemene sizlerden başkalarının neyze kılıç kalkallarının üzün sançılıp tıkılıp geçişi ve başka aziyet düşmanlarının tacavuzçılığından kaytırıp sizlerini saklaydıgan bir mudafiye sistemisi qilib berdi sizler için bu tümürdün. Sizlerinki uruşlarında. Qandaqki Allah subhanahu va taolo mushu ne'matlar bilan sizlarga ne'mat qilgandek tamom komil qiladi, butun qiladi Allah o'z ne'matini sizlarga ro'shan dinni bayon qilishlar. Nima uchun? Faqat bir Allohning buyrug'iga omanna va sallamna deb taslim bo'lishinglar uchun. Ve Allah'a kulçuluk qilish jarayonida hech bir narsani Allohga o'rtak qilmasliklar uchun. فإن أعرضوا عنك أيها الرسول بعدما رأوا من الآيات فلا تحزن فما عليك إلا البلاغ الواضح لما أرسلت به وأما الهداية فإلينا. Eğer ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sindin bu müşrikler senden üzürse muşu nurgun bizden kudret kemalimizni körsüp birgan muş etrafı alem arlıgıdaki nurgun asman mı zemin ve oturski acayip gayb muş mahlukatlarını muş ayetli meşhutlarını körüp durup
Yeni köygendan keyin buning buyun tavliq qilib, ga'dankash qilib, yana buning iymon etmagan bo'lsa, buningda g'am qilmagan. Sening vazifang faqatla sen sana evatilgan, sana onu vazif yüklengen narsaning o'zini ro'shan yetkazib qo'yish. Qoldi oningchi adavini men obdan beraman. Ammo hidoyat faqat bizga oid. Hidoyat mening qo'limdan sen hidoyat qilolmaysan. Sen vazifang faqatla ro'shan yetkazib qo'yish bas. يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يجحدون نبوته وأكثر قومه الجاحدون لنبوته لا المقرون بها. Bu müşrikler Allah subhanahu teala'nın o müşrikler kartta Peygamber aleyhissalatü vesselam'nın ulağıcı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın peygamber kıp evet birişlerinden ibaret olan nimetini tunuydu bulmuşlar. Tunup durup Peygamber aleyhissalam'ın nubuvutıgıcı tuzgorluk kılıyordu. Bunu tanıdı, inkar kılıyordu. O kavminin köpünse yani tanıgıcı onun Peygamber aleyhissalam'ın nemetiga inkor qilib, nematiga jo'tlik qilgan, tanıdığın haqlar. Onu iqror qiluvchi emas. واذكر لهم أيها الرسول ما يكون يوم القيامة حين نبعث من كل أمة رسولها شاهدا على إيمان من آمن منها وكفر من كفر ثم لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار عما وقع منهم ولا يطلب منهم إرضاء ربهم بالتوبة والعمل الصالح فقد مضى أوان ذلك. Ola üçün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü bo'ladigan ahvollarni bir xotirlatib qo'ygan, eslab bayon qilib bergan. Biz her ummatning payg'ambarinichi, o ummatdan iymon keltirgan kishininki o her ummatninchi o'zining payg'ambarini bir guvoh chiqib avatadigan mush kunning o'zini eslatib qo'ygan. Bir kishining iymonidagi iymon etdi u kishi u ummatning ichidan bo'lgan masalan iymon etgan kishining iymoniga guvohchi bo'lsin uchun her onu ummatning payg'ambarini biz guvoh chiqib avatamiz. Mushu avatgan mushu kunlarning o'zini xotirlatib qo'ygan va kofir bo'lgan kishining kufriga kurpet o'lganligiga bunun guvohchi bir payg'ambarni avatamiz. Anandan keyin bu nima bo'lmaydi? Bu kofir bo'lganlarga ulardan yuz bergan qilmish etmishlari, so'z harakatlari, e'tiqodiy buzuq e'tiqod ko'z qarashlari, ulardan yuz bergan ishning hech bir suchi o'zini aytishga ruxsat berilmaydi. Ulardan Parvardigorni ham tavba qilib olsam hamda ham ikkinchi bu kunlarning kelishini men qilmabdiman. Bunda kutmabdiman. İman keltirmabdiman. Buni ishonmabdiman. Endi bundan tövbe qilib, yaxshi bir odam bo'lib, yaxshi amallar qilsam, tövbe qilsam, endan iborat Parvardigorning roziliqini ham ulardan talab qilinmaydi. Chuqum u Parvardigorini rozi qilishning vaqti ketdi, o'tib tugadi. وإذا شاهد الذين كفروا عذاب الله في الآخرة فلا يخفف عنهم منه شيء ولا يمهلون ولا يؤخر عذابهم. Kafirler Allah subhanahu teala'nın ahiret azabını kögen çağdıçı oladın o azap hiç kandak yengitilmedi. Hiç şey on. Bir nekir keltirişi bu kılletini uqturdu. Bir ne kadar azgına. Oladın akalli bir şeyini ço yengitilmeydi o tegişlik azabıdın. Ve olar hiç kandak bir mühlet mi birilmeydi. Ve olanın azabını ço hem keçiştirilmeydi.
وإذا أبصر المشركون يوم القيامة آلهتهم التي عبدوها مع الله قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك فنطق الآلهة بتكذيب من عبدوها وقالت إنكم أيها المشركون لكاذبون حين جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه فلم نأمركم بذلك ولا زعمنا أننا مستحقون للألوهية فاللوم عليكم. Müşrikler kıyamet günü de özünün bu tanrılarını kögen çağda Allah bilen billa bunu ibadet kılan tanrılarını bu yaratqıçlarını, ilahlarını, butlarını kögen çağda deydi dep. Ey Xudayım, bula bizni kadın çıkagan bizim şirklerimiz şu. Biz seni kup kuyup ular ibadet kıptık. Demek oğuna bizden yükümüzden ma'lum bir eğirçlikten üstümüzdeki mesuliyetini bu dert, elem, azaptan ma'lum nispetini aşağı yüklegen, azrak yengilletken bizim üstümüzdeki azapını demekçi de. Degen çağda buladın zuvan kelip deydi ki bu ilahlar şuna sözleydi ki ulağa ibadet kılan kişinin yalğanç ikkenligiyle uladın zuvan çıkıdı. Yak bula yalgan eytidu. Biz ulan zorlamadık. Öz bizgi çokunup kaptı. Biz onu çakurmu, nima qilmadik? Biz onu mecbur qilmadik. Dep bu ilahları şuna bunu zuvan keladi. Va deydi bu ilahların dep çokumsizlar, ay müşriklar. Albatta sizlar yolg'onchilarsizlar. Bu töhmetni biz qilmanglar, o'zinglar qilib bu dunyoda qilib eg'ir jinoyat ishlarni o'zini bizga otaman demanglar. Sizlar yolg'onchisizlar. Sizlar bizni qanday qildinglar? Alloh uchun bizni o'zinglar o'rtoq qilyapsizlar. Bizga Alloh bilan birga chuqunibsizlar. Ham uning dardini, uning patorini biz kesimiz demanglar. Uning vabolini o'zinglar tortinglar. Biz sizlarni unda qilish biz buyurmadik. Valla biz chuqur bu tangri bo'lishga loyiq deb u gumonmi? Unda ekan bu yerdagi bugungi kundagi bu malomat, bu xafalik, bu eg'irchilik faqat sizlarning ustinglarda. Buning patorisini, buning vabolini o'zinglar tortinglar. وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع لله يوم القيامة وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب وأن آلهتهم تشفع لهم. Müşrikler kıyamet günü de Allah subhanahu ve taala üçüncü bu yigiş teslim buluşunu ibaret bu teslimçiligini aşkar kıldı, meydana çıkardı. Ve uladınca bu yalgan iftiradın ibaret to'qigan bu nimaları hemmisi bu yalgan tanrı ve o'ziniki qilib olgan tanrı başka ilahlarının hemmisi ulardan g'oyib bo'ldi. Ve ularning ilahları ularni qiyomat kuni beshimizni silaydi. Bizim tanrılarımız ilah butlarimiz bizning beshimiz silaydi, bizga shafaat qiladi degan bu ilahlarning hammasi u yerdan g'oyib bo'ldi, u yerdan o'zini totdi bu maydondan, sot maydonidan. Xo'sh, oyat karimda yawma da'nikum va yawma iqomatikum. Bunun da nima tibaq var. Da'nikum va iqomatikum degan o'zi. Sakan degani o'zi nima lug'atda? Min buyutikum sakana va ja'alakum min juludil an'ami. Sakan asosan rohat va istiqror degan ma'noni bildirar ekan. Dan deganlarni o'zi shu nima tirhal, yani ko'chmanlik, ko'chib oyadim meyaga tog'dim baqqayni muqim bir yerda emas degandek.
Bu yevmedanikum ve yevme ikametikum bunun da çok tibahva deydi. Onundan başka ve ceale lekum sarabile takikumul harra. Allah subhanahu teala sizler için çok sarabil bunu yarattı deydi. Ee, Sarabil yani nime degende bir kim ki saklaydı bu kim sizlerini yazның ıssig'idan saqlaydi o dedi. Issiqdan saqlaydi. Yani bu issiqdan saqlagan, yazның issig'idan saqlagan kiyim albatta qishning sovuğudan mı saqlaydi da? Yani manada taqikumul barra val barda demekte hem de buna da. Buna da icaz bil hazba. Yani taqikumul harra val bard demek değil. Bunun da bu bardning o'zini tilg'ilishdan nim bo'ldi tilg'alinmadi nima uchun harninki ashtaning zikrlan mustag'ni bo'ldi bejat bo'ldi albatta issiq bo'lgan yoz issiq bo'lgan chog'da qish sovuq bo'ladi u tabiiy u aniq u demak kiyim yozning issiqdan saqlagan bo'lsa qishning sovuqligidan ham saqlaydi demak harninki tilg'ilishilan bu kifoyelendi Allah subhanahu wa ta'ala. Buna demek icaz bil hazba. Hoş dersimiz bugün şunların kifayelerimiz. Devam Allah has. Evet o burada. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.